O'zbekistondagi fuqarolarga muhim tezkor xabar. O'zbekistonda bugun dollar va rublning kursi jiddiy o'zgardi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 17 dekabr kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, rublning rasmiy kursi 0,48 so'mga pastlab 152,56 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 12,97 so'mga tushib 14,232 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 24,45 so'mga pastlab 12,105 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda.